Assalamu alaikum, hörmətli anlıqçılar. Hazır Yasincan Sadıqçıoğlu'nun Bahadır namlıq tarixi romanının davamını oxub etməkçimən. Quyosh ziminga o't pürk etdi. Olam jahonni tinch buluqmi qaplab olgan edi. Yopirmoqlar midrab qo'yaymi demaydi. Shundaqdimi Andijon shahrining shimoliga joylashgan har xil mevasiz daraxtlar soya tashlab turgan, eriqlarda süp-süzük sular shildirlab eqib turgan Chaharbog' har holda salqin edi. Kakkuk va boshqa qushlarning onda-sonda sayrashlarini hisob qilmaganda bog'ning ichi tip-tinish edi. Bog'ning hashamatlik darvozasida egiz qo'riq tomlarda qo'riqchilik qilayotgan navkarlar pijg'irim issiqqa chidashlik berilmay, o'rniga navbat olmishish uchun keladigan qo'riqchilarning yo'liga taqozolik bilan qarashyapti. Chanqab ketganlikdan gaz bog'lab ketgan lavlarni tinimsiz yalaydi. Uzasi qo'l yetkidek yerdagi sarg'ayib vil-vil pishgan o'riklar ixtiyorsiz nafsini taqildatdi. Ammo tutgan ro'zisini qazo qilib etishdan ansirab, o'riklarga qaramaslikqa tirishyapti. Nafsi shayton ularni o'riklarni uzib yeb, vujudini qiynayotgan husuzlik va ochliq azobini beshishga da'vat qilib tursin, ro'zini qazo qilib etishdan kelib chiqadigan gunoh tuyg'ulari yana g'olib keladi. Atiganda zo'liq yeb bo'lib, bir kun ro'za tutish uchun Allohning nomini shepi keltirib qilgan qasamlari darhol esiga kelib, ochliq va tashnalikqa chidamay taqildab turgan nafsini beshishga majbur bo'ladi. Attigan havoning salqin vaqtidan foydalanib, navkarlar bilan birlikda komandozlik mahoratini mashq qilgan Shahzoda Bobur Mirzo amdilikda Chaharbog'ning kungay tarafidagi yo'g'on ko'lning bo'yidagi baraqsan o'sgan chinorlar soy tashlab turgan ravaqda orda qolg'ach kitob o'qiyotdi. Ko'l bo'yiga cho'rgilitib tikilgan ko'kka bo'y so'zgan chinorlarning soyasi ko'l suvi bilan birlashib, odamga boshqacha huzur bag'ishlaydi. Navkarlar Shahzodaning diqqatini shoshmaslik uchun nariroqdagi soyga silingan gilamlarning ustida yonpashlab oromlashyotdi. Ikki mahram yigit qo'llaridagi qo'tos quyruqlari bilan Shahzodani pasha chivinlardan qo'riydi. Shu topda ikki qat silingan ta'tillar ko'rpida badashqan qurib o'tirgan Bobur Mirzo oldidagi rehilga inishgunicha Hazrati Navoiyning G'aroyib us-Sig'ardagi she'rlariga maftun bo'lib, o'tliq misralarning ma'no chunqurligiga shung'igan edi. Garchi she'rni ichida o'qiyotgandek qilsa-mu, ba'zi misralarni oyajidan bosolmay unlik takrorlaydi. Rehil degan maxsus kitob qo'yib o'qiydigan jabduq. G'arab us-Sig'ar bolalik g'aroyiblari deb izohatda. Asfarat min aks shamsil ka'is anvarul huda. Yor aksin mayda ko'r deb jomidan chiqdi sada. G'ayr naqshidan ko'ngil jomida bo'lsa zangag'am, yo'qdir ay soqi mayi vahdat masallik g'amzada. Ay qush o'lmaykim anga zarf bo'lsa bir singan safal. Jam olur ketnama jamshid oni ishgan gada. Jamu maygar bo'yladur ul jam uchun qilmoq bo'lur. Yüz cihan her dem nisar, olmay üçün min can pida. Deyir ara hoş ehli resva bulgali ey muğbeçe. Camı may tutsan məni divanedin qıl iptida. Ta ki olmaydın köngül camıda bulgaç cilveger, çihrei məqsud mev, ulgay hem uldem maeda. Bəhtədi bulgay müyesser may bile cam iştirakim, Cami may lafsin degan bir ism ila qilg'ay ado. Sen guman qilgandin o'zga jamu may mavjud erur. Bilmayin naf'i atma bu mayxona ahlin zohida. Tashnalab olma navoyi chun azal soqisidan. İşrabu ya ayyuhal afshon kelur har damnida. Endi bu she'rdagi sözlərinin izahatını oxub ötək. Şəms, quyosh. Ka'is, may qaçisi, kasa. Anvarul huda, to'g'ri yo'l nuri. G'ayr naqish,
g'ayri maqsad. Zangi g'am, g'am kirlari. G'amza, ko'z qisish, ishora qilish, erkilash. Zarf, koza. Kitnama, jahanname. Deyir, meyxana. İptida, başla. Məhif, yo'qolish. Muada, din başqa, din tashqari. Zahida, ey zahid. Ya eyyuhel efşan, ey teşnalar, içinlar. Babur, she'rni o'qib bo'lib, nazarini kitobdan quyosh nurida aynakdek paqirab turgan ko'z suyiga yetkildi. Qallasida quyoshda yo'rib turgan qadahning sho'lasidan hidoyat nuri chaqnadi. Camdan yorning aksini sharobni ko'r degan sado chiqdi. Degan misralar qayta jarangladi va xiyollari ixtiyorsiz yiroq tarafga qarab qanotlandi. Andijon bilan Hirotning oraliq zodi qancha kunlik yo'ldi. Qanotim bo'lsa, uchiqli Hirotga borsam. O nazm piri, she'r mamlakatining sultoni bo'lmish Navoiy hazratlarining etaklariga esilib, muborak qo'llarini o'psam. Otash zabonidan do'rgu har chachquchi kalamlarni anglasam. Men afsus. Manzilning yiroq ham davomli bo'lgani hech gap emas. Safar mushaqqatidan qo'rqmaydigan odam har qanday manzilga yetmay qo'ymaydi. Ammo ko'ngilga tushgan nizo, adovat, o'shmanlik davoni hammadan yomon. Onundan oshmoq basi mushkul. Hurmatli xonadon bilan muhtaram xon tog'am ko'ngil guzarligida paydo bo'lgan nizo, adovat davonlarini o'rib tashlab, qarindoshlik mehrini joriy qildirib, buncha vala o'shmanlashmagan bo'lsa, balkim bu chaqqicha Samarqand, Hirotlarga berib, u shahardagi olim fozillarning dargohida ilm tahsil qilgan, Navoiy hazrati bilan muloqoti bo'lib, ta'limini olgan bo'lar edi. Mana shu daqiqada butkul Farg'ona tasarrufi xon tog'am bo'lmish Sulton Ahmad Mirzo oliylarining tahlikasida. Sargard lashkarlari tavaymizga qarab bostirib kelib yetibdimish. Bu yog'ining oqut qanday natijalanarkan? Bir yomonlikning kaynida bir yaxshilik bor deyishi duo qilma. Yaxshilik olib kelib otam bilan tog'am bir-birini afu qilishsa, el yurt osoyishlikqa yuzlanib, avom ra'iyat balo qazodan saqlanib qoladi. Men muhim otamdan ijozat elib Samarqand, Hirotlarga berish orzuyimga yetar edi. Ko'l bo'yiga oldirash yetib kelgan chaparman Boburning hasratli xiyolini bo'lib o'tdi. Shahzoda oliylarga ma'lum bo'lg'ay. O'zlarini buzruk mo'minlar huzuriga chaqirdi. Bobur chaparmanning o'msili chiroyiga bir qarabla allaqanday bir kelishmaslik bo'lganligini sezib qoldi. Onundan ortiq gap so'rashga ro'y bo'lmay, das o'rnidan turdi. Tomuzning tinch havosiga chidamagan Bobur mo'misi Xonish Eson Davlat xinim bilan billa bir oy Ramazonni qiynalmayroq o'tkazib olish uchun Andijon shahrining sirtidagi bu havoliq chorbaqqa chiqib olgan edi. Atganda zo'liqdan keyin mo'misi uningga iftorni yeniga kelib billa qilishni alohida topilgan edi. Shu topda muhim ish bo'lmasa, navrisini chin tutishda ovora qilib yeniga chaqirtishi mumkin emas edi. Chunki bu chaqda mo'misining chorbog'ning salqin bir yerda uxlaydiganligi uningga ayon edi. Tunigun iftorda Xonish Eson Davlat xinim bilan Shahzoda Boburdan esarlik so'rab chorbaqqa chiqqan Qosimbek Qovchin qatorliq amirlar iftor qilib o'ltirib, Samarqanddan lashkar tortib chiqqan Sulton Ahmad Mirzoning Udul Marg'ilon Qo'qon Isfarani nishonlab kelayotganligidan, Toshkentdan lashkar tortib kelayotgan Sulton Mahmud xonning bo'lsa, Xo'jand dargosining shimoliga qistab kelayotganligidan ma'lumot bergan edi. Shu chaqda kuyog'li bilan o'g'lining insofsizligidan ranjigan Xonish Eson Davlat xinim ularni ayblab bir hazo so'zlagan va shaxsiy nomidan maktub yozib avatib, ularni bu niyatidan yondirmoqchi bo'lgan edi. Buzruk mo'mam nima sababdan chaqirdi ekan? Yoki u ikki tog'amning lashkarlari Andijon qistab kelib qolgandimi yo? Har qancha bo'lsa-mu buncha tez yetib kelmas.
Qosimbek Qavchin Marg'ilon bilan Qo'qonning mudofiasi bek mustahkam, yov har qancha kuchli bo'lsa-mu, osonlikcha ishg'ol qila olmaydi deb atadi. Yoki ul qal'aning amirbaglari urush qilmayli taslim bo'lganmidi? O'zlik mo'min bo'lgan ekan, ular Andijonga tegishga petinolmas. Bosh oxir yo'q xiyollar bilan Chaharbog'ning kungay tarafidagi saroyga yaqinlashgan Bobur ayol kishining nolalik yig'i ovozini anglab chippida to'xtadi. Yig'i ovozi saroydan chiqib-o'tdi. Mo'misining ovozini tonigan Boburning yuragi jig'g'ida qilib, vujudini allaqandoq bir mudhish tuyg'ular chirmib oldi. Uning xiyolidan qadam ilishlari istikladi. Saroyning oldidagi marmar ko'lchakning yanidagi dorda egar jabduqlari elib etilmagan 4 ot sovutilib-o'tdi. Bobur otlarga lappada qarab qo'yib, saroyning naqshlik darvozasiga qarab yugurdi. İpek ro'molining uchi bilan ko'z yashini surtib o'tirgan Eson Davlat xonim yugurib kirgan navrisini bag'riga bosqinicha, "Ah Xudo, mening navbatim edi-ku. Nemishqa adashtirib atgansan? Suyimlik navramni ota mehriga qong'ilib qo'ysang bo'lmasmidi? Kuyog'lim emas, o'g'lim, jigirim edi-ku, mirzam. Sizlardan ayrilib bu yurak qandoq chidaydi amdi? Ah Xudo, ah Xudo" deb qaytadan hazi boshladi. Nima vaqa yuz berganligini pamlagan Boburning ichidan bir yig'i kelkuni yomradi. Ammo nima uchundir ko'zdan bir tomchi yosh chiqmadi. Zuvoni tutilib qolgandek bo'lib, faryod urayotgan mo'misiga tasalli berishga tili kelmadi. Tapinidan kirgan bir pochi o't ich bag'rini o'rtab, cho'qqisida turib qolgandek bo'lib, cheksiga pichoq tiqqandek og'riq kirdi. Geli qurib, tili tongligiga choplashib qoldi. Mo'misining quchqidan ajrash uchun tipirladi. Ammo nemishqidir qo'llarida maqtur yo'q edi. Dadam qazo qilibdi. Kuyimchan padarimdan, tog'dagi yo'lanchikimdan ayrilib qolibdilar. Endi uni mangu ko'rolmayman. Semiz, kang, quvvatlik, mehrlik bag'riga o'zimni otolmayman. Onunla erkileyemeyim. Arzu armanlarımla diyelmeyim. Pakar boyluk, çöğrülmü sakallık, törük yüzlük, tembel gelgen dadısı Ömer Seyh Mirz'nin atılıq mehri balqıp durgan xuşxuy çırayını köz aldığı keltürgen Babur ahır pamladı yığılıp etti. Onunla əgişipla xəbər yetkizib kelgen Əmir Beylamı ökürəp yığılığınıca hazı içişdi. Qalu inna lillahi ve inna aleyhi raciun dedi Andijonning qozisi Mevlana Xo'ja Abdulla yig'zar biroz pastqo'yga tushgandan keyin hozdarlarga tasalli berib. Balog'i sabr, qazog'i rizo. Jannat makon xon oliylari shunqor bo'lib, yurak bag'rimizni xun ayladi. Shu topda bag'rimiz qonliq, ko'zimiz yoshliq. Butkul farg'ona musibat qayg'usida. Amal qancha? Qudratlik Allah egamning karomati bilan bu poniga ko'z ochgan har bir banda yo ilgari yo keyin rahmat daryosining sharbatini hamon tetag'ay. Yuqorqi oyatning ma'nosi biz albatta Allohning igdorchiligida cho'qim Allohning dargohiga qaytimiz degandan iboratkan. Endi har birimiz o'zimizga tasalli berib, boqiyning emas, ponining g'amini qilaylik. O'zri xonish oliylari, shahzodam sabr qilishqayla. Unutishmizlarki, hozir Andijon yov tahlikasida taxt saltanat posvonsiz qolmasligi kerak. Xo'ja Abdulla qozining ogohlantirishi ta'sir qildimi aytavr Eson Davlat xonim darhol esin yig'di. Qozi hazratlari rost aytadi. Hozir ichib yig'laydigan vaqt emas. Taxt saltanat posvonsiz qolsa hargiz bo'lmaydi. Bo'lmasa amir sarkadlarning, avom ra'yatning ko'ngli bo'linib, irodasi sunadi. Yov taqobil turishdan rohi qaytadi. Bu marhum kuyovlimning o'limidan xatarlik. Bobur Mirzani darhol o'rdaga kirib taxtda o'ltirg'izish kerak. Bu
Bo'lmasa ba'zi amirlarning ko'ngliga shumliq soy tashlab, o'z oldiga taxt vorisi belgilashga tushadi. Buning oqibati texmi yomon. Eson davlat xinim saltanat ishlariga ancha aralashmay yurganda qilgan bilan kaskin, tadbirlik, oqillacha fikr qiladigan mazlum edi. U yig'isini to'xtatib, qaddini rostladi. Shundoq. Hozir hozirchidigan vaqt emas. Shum xabar shaharga tarqalishdan avval shahzodani taxtda o'ltirg'izib, amir baglarning, avom ra'iyatning ko'nglini amin topqizish kerak. Ikkilari marhum kuyog'limning oliy himmatiga erishgan davlat xalqlarining peshvolaridan. Dedi u Xo'ja Abdulla qozi bilan Amir Qosimbek Xovchinga qarab. Andijondagi cho'ng kichik amir baglarning hammasi har birlarining og'zlariga qaraydi. Shunga darhol shaharga qaytib, amir baglarni yig'ib, shahzodani taxtga o'ltirg'ish ishiga kirishgaylar. Farmon berdormiz. Xo'ja Abdulla qozi bilan Amir Qosimbek Xovchin Eson davlat xinim bilan o'pkidab o'ltirgan Boburga salom berib etib, darhol saroydan chiqib ketdi. Saroyning ichini bir pas sukunat qopladi. Berdan bo'lsalar shahzoda, dedi Eson davlat xinim navrisining ko'z yoshlarini ro'mili bilan surtib turib. Hozirdan boshlab bolaliqlarini tashlasalar. Sizlar endi bola emas, bir elning posiboni. Avam ra'iyatning pusht panohi bo'ldilar. Shunga ko'z yoshlarini surtib etib, ko'ngillarga g'ayrat, shijoatni yor qilg'aylar. Sizlarga endi yig'i yarashmaydi. Ishonchim komilki, sizlarda el yurtga posibonlik qilishga yetarlik istidod, farosat bor. Gap jasoratlik bo'lishlarida. Janobi Alloh egan peshonlarini o'ng, yo'llarini dog'dam qilg'ay. Endi barliq mushkulotlarimizni sizlarga yuklamay amalimiz yo'q. Mo'misining so'zlari ta'sir qildimi yoki o'ziga og'ir bir mas'uliyatning yuklanganligini his qildimi aytavr, Bobur ko'z yoshlarini to'xtatib, dast o'rnidan turdi. Shu topda Eson davlat xinim navrisining taxtda o'tirish marosimida hozichib yig'lab, amir baylarning ro'yini qaytarishidan andish qilib qolgan edi. Ammo Boburning ko'z yosini surtib etib, cho'ng odamlardek o'zini tutib olishi, chiroydagi qat'iylik, jasoratni ko'rib, ko'ngli xiyli joyiga tushdi. Xizmatkorlarni ma'pi jablashga, kenezaklarni nars keraklarni yig'ishtirishga buyurdi. Shu daqiqada u shaharga tezroq qaytishga oldirab qolgan edi. Kuyog'li Umar Shayx Mirzning o'limidan xabar topgan bir qism amir baglarning oli ko'ngillik qilib, boshqa niyat bo'lib kelishidan voyim yeb qolgan edi. Mulozim kenezaklari oldirmayotganda ko'rinib, jili bo'ladi. Xizmatkorlarning ma'pi tayyor bo'ldi deb xabar qilishini kutib, pat-pat ishga qaraydi. Hozir yo'lga chiqsam, shaharga kirishga biroz pishim vaqt ketadi. Abiyamli ma'pini jablashga buyursam bo'pti ekan. Bu chaqqa Xo'ja Abdulla qozi bilan Qosimbek Xovchinlar shaharga kirib bo'ldi ehtimol. Shum xabarni anglagan amir baglar nima qo'ydidi? Irodasi sunib, yovg'i saltanatni topshirish xiyoliga kelib qolmasa bo'ladi. Hey, mushundaq chaqda nemishqim chaharbog'da bo'lib qolgandimi? Boburjonni shaharga akirib darhol podshoh deb jakorlatib olsam, hamma ish iziga tushadi. Amir baglarning davolg'ib turgan ko'nglima besqatdi. Yoki bo'lmasa Boburjon oldida otliq mang'ash tursin ekan. Abiyamni uni Xo'ja qozi bilan Qosimbekka qaytib qo'ysam bo'pti ekan. Bo'lmasa sizlar navkarlar bilan shaharga mang'ash tursinlar. Dedi xiyol qilgan siri andisi kuchaygan Eson davlat xinim Boburga qarab. Baribir ma'pi osti mang'adi. Andijonga bir qadamma bo'lsa burunroq bag'allari tuzuk. Ahvolning haqiqatan jiddiy ekanligini his qilgan Bobur mo'misining taklifiga tirajmayli qo'shildi. Andijon qal'asiga qarab quyundek ot choptirib ketayotgan Boburning vujudini musibat azobi qaytadan chirmavagan edi. Ostidagi nasllik ayg'irga chaharbog'dan chiqar vaqtida solgan bir qamchila kupoyi qilgan edi. Qushqur otning tuyoqlari yerga tegmaydi. Bu otni uning dadasi oqsig'i mangar vaqtida sovg'a qilgan edi. Xonadon oqsig'i bormay Andijonda turavergan bo'lsa,
bu qazadan saqlanib qalarmidi? Nemişkim onun yolunu to'smagan bo'lg'aydim. To'sgan bo'lsam gapimga kirab o'g'aymidi. O'qdek chepib ketayotgan otning ustida yiqilib tushmaslik uchun egarga choplashib tegdek o'ltirgan Boburning ko'z oldidan dadasi Umar Sayx Mirzning oqsig'i mangan vaqtidagi ishlar lap qilib zahir bo'ldi. Poytaxtni oqsig'i ko'chirish niyatiga kelgan Umar Sayx Mirza turli tayyorliklarni puturib yo'lga chiqar vaqtida tuyuqsiz o'g'li Boburni Andijonning noib amirligiga tayinlab, uni Andijonda qilib qilishga buyurdi. Shu chaqgacha ota-onasidan tuzuk ayrilib baxmagan Bobur dadasining farmonini anglab norozilik bilan umchaydi. Yugurib berib onasi Qutlug' Nigor xonimning kayniga o'tib oldi. Shu topda uning bolalarcha tuyg'usida ota-onasidan ayrilib qolishdan ko'ra oqsidek go'zal shaharga berish xiyoli bakrak hukmron edi. Bola degan shundoq bo'ladi. Har doim ota-onasiga ergashadi. Mehmondorchilik, bazmi mashrablarga nomini anglagan, lekin berib baxmagan yurt shaharlarga berishga qiziqadi. Go'yo o'zining u yerda yangi o'yin tomoshalar, yangi do'st birodarlar kutib turgandek. Farmonimga sarkashlik qilmasizlar. Qarasizlar qalpoq so'zganlarni. Silibek botir edilg'i o'g'lim. Umar Sayx Mirzaning talaffuzida ta'addumu, tasallimu, erkiltishmi bor edi. U o'g'lining beshini mehri bilan siladi. Endi yigit bo'lay deb qoldilar. Bolalik xo'ylarini tashlasizlar. O'g'il bola degan qiz bolani do'rab, ota-onasi nega mans orqasidan ergashmaydigan? Andijon bilan Oqsining orliqi yiroq emas. Pat-pat ko'rishib turmiz. Endi yurtlarchilik ishlarini, saltanat usullarini o'rganmasizlar bo'lmaydi. Mendan keyin qolsalar bu saltanatga silib pasibon bo'ladi. Atganlarning tarbiyasini obdan qabul qilsinlar. Meni yo'q deb o'yin tomoshaga berilib, ben boshliq qilganliklarini bilib qolsam ranjib qolaman. Bo'libmi yaroqbardorlikni puxta mashq qilsinlar. Bu qitim ko'rishganda jangbozlik mahoratlarini ko'rak qilaman. Komandozlikda meni utuvamizlar ranjib qolaman. Umar Sayx Mirza odatda to'liq xushxo'y ko'ringani bilan kaskin, qattiq qo'l odam edi. Bir ishni qaror qilsa, hargiz yonmaydi. Jonbozlik mahoratiga alohida havsi bor edi. Har kuni degidek Boburni billa ib chiqib mahorat mashq qiladi. Komandozlik mahorati qadr-ahvol bo'lsa-mu, qilishvozlik mahorati yuqori edi. Bo'libmi, bilaklari quvvatli, mushtimi qattiq edi. Nökarlarni qator qilib qo'yib mush atadigan bo'lsa, xeyli menman degan baslik nökarlarim mo'lla qetib tushadi. Bobur dadasining mush mahoratiga bakli havas qiladi. Shu sababdanmi dadasiga ham erkilaydi, ham tap tortadi. Dadasining xuy-paylini obdan biladigan Bobur oqsiga berish orzusidan voz kechishga majbur bo'ldi. Xonis Qutlug' Nigor xonimning bu so'yimlik o'g'lidan ayrilg'usi yo'q edi. Ammo erining farmoniga bir nima deyishga petinolmay Boburni bag'riga bosqanicha ko'zgirliq yosh oldi. Uzoq o'tmay Eson Davlat xonim Toshkentdan qaytib keldi. Biroq mo'misiga erkilab ko'nib qolgan Boburning xushalliqi ancha uzun davomlashamadi. Chunki bu qitim Eson Davlat xonim ilgirgidek uni voy navram, ko'zimning oqu qarisi, jigar boram deb erkilatmadi. Royig'imi bormadi. Oqsig'i berish talabini rad qildi. Odatda Umar Sayx Mirza qaynonasi Eson Davlat xonimning har qanday buyrug'ini yermaydi. Har qanday talabini shartsiz o'rinlaydi. Bobur mo'misining nopozdan foydalanib oqsig'i berishni xomxiyol qilgan edi. Biroq mo'misi uning bu xomxiyolini ko'pikka aylantirganni ozdab, har kundagidek uning kitob o'qish, ustozdan saboq elish, insho yozish, jangbozlik mahoratini mashq qilish, saltanat qoida usullarini o'rganish, hukumat ishlarini bartaraf qilish ishlariga qattiq nazorat qildi. Ustoz aytganlarini shahzodaning ro'yiga beqib, oytaqqa qo'yib etdinglar deb aytdi. Vaqtning uzurishiga ergishib, Bobur mustaqil hayot kechirishga ko'nib qoldi. Hukumat ishlarini bajarish jarayonida duch kelgan turli masalalar, ustozlarning talablari, o'qigan kitoblari, o'rgangan bilimlardan yakunlagan hayot haqiqatlari uni xiyli pishirgan,
balalarcha xarakteri o'zgarib, yoshlarcha qarashlari shakllangan edi. Gap so'z, yurish-turish, ish-harakatlarimi Demetovlardan farqlanadi. O'zini balog'atga yetgan yigitlardek tutadigan bo'lib qolgan edi. Shu topda Andijon qal'asiga yo'l olgan Boburning ko'z oldidan dadasining qat'iylik chiqib turgan mehrlik chiroyi neri ketmaydi. Vujudini musibat, yetimlik azobi qiynaydi. Dadasining chiroyini oxirgi qitim ko'rib olmaganligidan kelib chiqqan o'kinish, hasratlik tuyg'ular yurakini yetishtiradi. Oqsida ovoz ichib yig'layotgan onasi Qutlug' Nigor xonimning, ochisi Xonzoda xonimning bechora turqini xiyoliy tasavvur qiladi. Ko'zni yumib ochquchi bo'lgan orliqda oqsig'i berib, yurak bag'ri laxta-laxta bo'lgan onasi bilan ochisining bo'yniga esilib, qong'i yig'lavog'isi ularga tasalli bergisi keladi. Iroqdan Andijon shahrining Mirza darvozasi ko'rindi. Darvoza va sepilning ustida kuzatib turgan lashkarlar kuyik oftobda chidamay erinchaklik bilan mengib yuradi. Sepilning tuvidagi xandakka to'shqizilgan suvlar quyosh nurida qaramtul paqiraydi. Shaharga yiqilib qolganini sezgan Bobur xiyollarini yig'ishtirib qaddini rosladi. Shahar xalqiga bechora ojiz tuyg'u berib qo'ymaslik uchun ko'z yoshlarini surtib, o'ziga yigitlardek sin berdi. Ammo nima ish qildi? Yuragi hayajonli to'pirlaydi. Shu asnoda darvozadan 5 nafar otliq kishi chiqib keldi. Otliqlarning oldida kelayotgan kishi Sherimbek tog'oyi edi. O'zini buzruk xonish Eson Davlat xonimning jiyaniman deb haqovrlik qiladigan lopchi, ushoq so'z, farosatsiz bu tog'isi bilan Boburning ancha xushi yo'q edi. Ammo yurak bag'ri ezilib turgan mushundaq paytda oldiga olaydan saqlanib so'rab chiqqanlik uchunmi Boburga boshqacha yaqinlik ko'rindi. O'pkisi qozondek esildi, ammo yig'lab salmaslik uchun o'zini tutib oldi. Pushti-panohimizdan ayrilib qolganimizga ishongim kelmaydi shahzodam. Bu shum xabar yolg'on bo'lib chiqsa-da ilohim, meni tushimda qora bosgan bo'lsa-da, va darix bu judolik qandoq chidaymiz endi. Sherimbek tog'oyi ana shunda g'ozi ochqinicha otdan sakrab tushib, ot ustidagi Boburning putiga esilib, o'kirab yig'lashga boshladi. Ona tasalli bergach, shaharga boshlab kirgili chiqqan o'xshaydi deb o'ylagan Bobur Sherimbek tog'oyiga yo tasalli berishni, yo kori bo'lmay oldiga mengib berishni bilmay turib qoldi. Sherimbek tog'oyining Boburning oldiga bir qancha navkarlarini ergashtirib chiqishida boshqacha xiyoli bor edi. Xo'ja Abdulla qozi bilan Qosimbek Qovchin Umar Shayx Mirzaning o'lim xabaridan nima qilarini bilolmay turgan Amirbeglarni saroyga yig'ib, Chaharbog'dan kelayotgan Bobur Mirzani xonlik taxtiga o'ltirg'usiz tayyorlik bilan bo'lib ketib, Sherimbek tog'oyi bilan ancha kori bo'lmagan edi. Ularning o'zidan qilchilik maslahat so'rab qo'ymayotganligini ko'rib, Sherimbek tog'oyining bir dilla qo'y tutdi. O'zdek xonning yaqin tuqqini turgan yerda boshqalarga shapashlashni kim qo'yibdi? Ular rostdan shahzoda Bobur Mirzani taxtga o'ltirg'usiz tayyorlik ko'ryapti yoki boshqacha xiyoli bormi? O'zini e'tiborsiz sezgan Sherimbek tog'oyi gumonlangan siri Xo'ja Abdulla qozi, Qosimbek Qovchin va Andijon shahrining hokimi uzun asrlarning ish-harakati, xufyon pichirilishlari ko'ziga texmi sirliq ko'rindi. Uning sizmi Umar Shayx Mirzaning o'lim xabari bilan tang Bobur Mirzani taxtga o'ltirg'izdikanay, yo'q taxt varisi Bobur Mirza emas, Jahongir Mirza ekanay. Jahongir Mirzani taxt varisi qilish to'g'riliq xonish Fatima Sulton begim allaqachon Hazrati Oliyga vasiyatnoma yozdirib olgan ekanay degandek yig'i bilan beg'ning toyini yo'q fitnalar tarqalishga boshlagan edi. Sherimbek tog'oyi Umar Shayx Mirzaning o'rdisida tuvan darajalik amir hisoblanadi. Shu sababdan bo'lsa kerak, yuqori darajalik amirlar Boburni dadasining taxtiga o'ltirg'izishdan iborat muhim ishda uning ancha e'tibor qilib ketmagan edi. Uning sizmi o'zini buzruk xonish Eson Davlat xonimning jiyaniman, xonning tuqquniman deb haqovrlik qilgan Sherimbek tog'oyi xeyli ko'p amirbeglar bilan at o'tmaydi. Senlar yuqori martabalik amir bo'lsang, men shahzodaga tog'i tuqqanman. Vaqti kelganda ko'ramiz.
Өзінің bu yerdə ortiqcha odam bo'lib qolganligidan qo'rqib ko'pgan Sherinbek tog'ay ko'ngliga allaqandoq bir maqsadini pukib, saroydan xitpidi chiqib, Udul Boburning oldiga kelgan edi. "Buzruk momam orqamdan kelyotidi", dedi Bobur. "Men shaharga kirgach turay, sizlar momamning istiqboliga chiqsizlar." Sherinbek tog'ay yig'idan chiqdi, to'xtab, otning tizginiga esildi. "Shaharga kirmisizlar, shahzoda. Xatarlik." Bobur ajablangan holda uningga qaradi. "Qal'a xatarlik?" "Shundoq, shahzoda", dedi Sherinbek tog'ay xursingan holda. "Jahon bevafo bo'lsa, odamlarmi bevafo bo'ladi ekan? Ular shu topda taxtda silnamas, inalari bo'lmish Jahongir mirzani o'ltirg'izish halakchiligida." Musibat qayg'usi va kutilmagan mono sadoqatsizlikning zarbasiga bardoshlik berolmagan Boburning beshi pirrida qaydi. Ko'z oldi qorong'ulashdi. Yiqilib tushmaslik uchun egarning qushbeshini mahkam tutib oldi. Sherinbek tog'ayning gapi rostmidi? Texboyli Xo'ja Abdulla qozi bilan Qosimbek qovchin Buzruk momamning farmonini elib taxtda o'ltirg'izish ishimga hozirlik ko'rish uchun oldirab ketishmaganmidi? Texi ordan bir oshpishim o'tar o'tmay taxtga inim Jahongir mirzani o'ltirg'izmoqchi bo'lishsa, Boburning ichi ochiq bo'lib, vujudi g'azabga to'ldi. Har ish bo'lsa, avval shaharga kirib, o'sha 200 limachi olako'ngil amirlarning chiroyiga qarab boqmoqchi bo'ldi. "Mening toji taxt saltanatdan tamoyim yo'q. Taxtda kimni o'ltirg'izib olsin. Ammo saroyga kirishim kerak. Bo'lmaydi, shahzodam. Kamina sadoqatman tog'larning bir kalima nasihatiga quloq sep qo'ysalar." Sherinbek tog'ayning ko'zlariga mo'lladi yosh keldi. Onda sonda oqsanjigan yoypang soqoli titrab ketdi. Shu topda u Boburni ishontirish uchun aytgan o'sha fitnalarga o'zimi ishinib qolgan edi. "Ularning payli bek yomon, Marg'ilon bilan o'ri to'pa, Mavara unnahir xoni bo'lmish. Marg'ilon bilan o'ri to'pa, Mavara unnahir xoni bo'lmish tog'lari Sulton Ahmad Mirzaga taslim bo'ldi. Qo'qon bilan Isfaradimi umid yo'q. Saroydagi ul amirlar bo'lsa o'zlarini martabalarini saqlab qolish uchun Andijonni sil bilan qo'shib tog'larga topshirmoqchi." Bobur ochiq to'lgandi. "Bu deganlari rostmi?" "Nazam bullar rost, shahzodam. Bo'lishim xabarni Jannat Makonxon oliylarining musibatidan burun anglaganmiz." Sherinbek tog'ayning bu so'zining rost yerlari bor edi. Marg'ilon bilan O'rto'pining Sulton Ahmad Mirza tarafidan ishg'ol qilinganligi, Xo'jandning Qo'rishovda qolganligi haqida ma'lumot kelgan edi. Ammo Umar Shayx Mirzaning musibat xabarini yetkazish uchun Chahorboqqa kelgan Xo'ja Abdulla qozi bilan Qosimbek qovchin Eson davlat xinim bilan Boburni cho'chitib, sarosimga selib qo'ymaslik uchun bu xabarni vaqtincha sir tutgan edi. Boburning vujudini bir tinli umidsizlik tomonlari chulg'ab oldi. Shu topda oldidagi hayvatlik egiz sepillar bilan qo'rsalgan Andijon shahridan tortib, hamma narsa o'ziga dushmanlik nazari bilan qarayotgandek bilinib, ishonchini yo'qotib qo'ydi. Boburning shuklab qolganligini ko'rgan Sherinbek tog'ay likkida etiga mindida Boburning etini tizginidan tortib orqaga burdi. "Bundoq jimmidi ketib qolsak, Buzruk xonish oliylari ansirab qolarmikan, shahzodam?" dedi navkarbeshi No'yon Ko'kildosh. Bobur mo'misning ismini anglab biroz esini yig'di. Ammo bir osh pishim vaqt ichida duch kelgan qatmuqas zarbiga bardoshlik berolmay, kollisi quruqtilib qolgan edi. "Nega bormiz, tog'a?" "Hozircha O'zkent, Olatog', O'sh taraflar bir qadar tinish. Ul taraflarda xon otalarining sadoqatman amirbeglari bor. Ham ul taraflar Toshkentga yaqin. Buzruk mo'mlari tog'lari Sulton Mahmudxon oliylariga cho'qim gap yegizib, paylidan yondira oladi. Oshyoqlarda bir mezgil panohlangandan keyin qaytadan kuch to'plab qo'ldan ketgan ziminlarni yana qaytarib olamiz." Umidsizlik patqiga patgan Boburga Sherinbek tog'ayning bu so'zlari o'rinliqdek bilindi. Uning yetkazgan xabari rost bo'lsa, shunda qilmaymi amal yo'q edi. Qarab turib qaramliq qilib, tog'isi Sulton Ahmad Mirzaga tutqun bo'lib, ömrni qaramliqda o'tkazsinmi? Erki qo'lida bo'lsa, amon qaytadan bosh ko'tarmay, tortirib qo'ygan saltanatini qaytarib olmay qo'ymaydi.
Nökər beşinin degini to'g'ri. Mo'misni ansirtib qo'ymaslik kerak. Sen berib Bözürük momamga xabar bervat. Biz o'sh yo'lida bo'lamiz. Xolis orqamdan kelsin. Boburni to'sib qilishga jur'at qila olmagan nökər beshi etining beshini birda Chaharbog' tarafdan kelayotgan Xonish Isom Davlatxonim tarafga, birda oldida ko'rinib turgan Andijon shahrining Mirza darvozasi tarafga burab, qayoqqa menishni bilolmay bir necha daqiqa dilg'ul bo'ldi. Bözürük Xonish oliylari xabar yetkazsammi, endi shahzoda oliylarini qaytirib kelgidek martavalik amirlar yo'q. Meni buyurib qolsa, shahzoda gapimga ko'nmasligi mumkin. Eng yaxshisi Xo'ja Abdulla Qozi bilan Amir Qosimbek Qovchinga xabar bering. Bir qarorga kelgan no'yon ko'kildosh xeyli uzab ketgan Boburning orqasidan qarab qo'yib, Mirza darvozasiga qarab ushqandek ot soldi. Bobur podshoh qani? Sarayga usupligida kirib kelgan Xonish Isom Davlatxonim oldirash tenash salom bergan Amirbeklarga javoban beshini ozroq egib qo'yibla texchi bo'sh turgan taxtga qarab qapqini turdi. Atrofga tezli nazar tashlab navrisini topolmagandan keyin chiroydan allaqandoq bir iztirob, andishi chiqib turgan amirlardan jahli bilan so'radi. Sherimbek tog'ayining bir talay rost yolg'on xabarlar bilan Boburni oldab Olatoq tarafga ep ketganligidan texi boyli xabar topgan amirlar nima qilarini bilolmay puti ko'ygan to'qidek bo'lib ketishgan edi. Umar Shayx Mirzaning Xonish Fatima Sulton xonimdan topgan ikkinchi shahzodasi Jahongir Mirzani taxt varis qilish xiyolida yurgan bir qism amirlarning qo'liqiga nökərbeshi no'yon ko'kildoshining yetkazgan xabari moydek yoqqan va allaqandoq shirin xiyollarga asir bo'lishgan edi. Albatta ular Xonish Fatima Sulton xonimning tuqqanlari ham yaqin yo'riqlari edi. Sarayga tuyuqsiz kirib kelgan Isom Davlatxonimning shahzodam yoki navram qani demay, Bobur podshoh qani deb so'rashi ularning shirin xiyollarini ko'pikka aylantirib, yuragida vahima paydo qilsa, Boburning Sherimbek tog'ayining yolg'on yavdoqlarga ishinib, Olatoq tarafga ketganligidan umidsizlanib ruhi tushib ketgan Xo'ja Abdulla Qozi, Qosimbek Qovchin qatorliq amirlar qaytadan yo'lanchikka, madadga erishgandek bo'lib, umidga to'ldi. Odatda oltin kumush, unchi marvoyit qatorliq bezaklardan xoli, oddiy sodda kiyinib yuradigan, muloyim, xushxuy, tavazuliq ko'rinadigan Bözürük Xonish Isom Davlatxonimning bunda g'azablanganini ko'rib boqmagan amirlarning hammasini shu topda qattiq sur bosgan edi. Isom Davlatxonim savoliga javob kutmasdan takallufsizla taxtning yonidagi kursiga berib o'ltirdi-da, amirlarga qaytadan nazar tashladi. Shu topda u amirlarning ko'ziga boshqacha ulug'vor, surlik ko'rinib ketib boradi. Bözürük Xonish oliylariga ma'lum bo'lg'ay, dedi oldiga 2 qadam chiqqan Qosimbek Qovchin qo'l bog'lab turib. Sherimbek tog'ay janoblar qal'aning sirtida kutib turib, shahzoda yo'q, podshoh oliylarini Olatoq tarafga boshlab ketibdi. Olatoq tarafga? Isom Davlatxonimning qopqi texmi baktirildi. Peshonsidagi qo'riqlar bir hassa ko'paydi. Qosimbek Qovchin boya nökərbeshi no'yon ko'kildosh yetkazgan xabarni meg'izlik qilib qisqali ma'lum qildi. Ol Sherimbek degan kolvaning aqliga gand o'ltirib qapti, dedi Isom Davlatxonim o'zimiz sezmagan holda jahli bilan. Beringlar, darhol podshoh oliylarini qaytirib kelinglar. Sherimbekning o'zi Olatoqmi, o'shqimi, nega yo'qolsin? Bizmi podshoh oliylarini qaytirib kelishga choparmay mangdirayli deb turgan, dedi Xo'ja Abdulla Qozi so'z elib. Ammo Bözürük varimga ma'lum, Sherimbek tog'ay janoblar odatda bizning farmonimizga onch eran qilib ketmaydi. Shunga muddalarni bildim, dedi Xo'ja Abdulla Qozining maqsadini tushungan Isom Davlatxonim uning gapini bilib. Podshoh oliylarini qaytirib kelishga kimni tayin etishgandilar? Lashkariy divonning Turshavul sarkardasi Xo'ja Muhammad Darzini muvaffaq ko'rgan edi, dedi Qosimbek Qovchin. Isom Davlatxonim bir daqiqa o'ylanib olgandan keyin o'tkining qo'nchiqi qistirib olib, har doim yenidan ayirmaydigan marhum Sulton Yunusxondan tavarruk qolgan oltin dastasiga dur-guharlardan ko'z qo'yilgan xanjarni naqshli qilpi bilan oldida uningga qo'shib
sol qo'lining namsiz barmoqidagi yoqut ko'zlik oltin uzukni chiqarib, buyruq kutib turgan sarkarda Xo'ja Muhammad darziga uzatdi. Buni elib yaramlıq chavandozlarning yuzni dil haqlab darhol yo'lga chiqsalar. Üzükümni Babur podsho oliylarga ko'rsatsilar. Navod ul Sherinbek podsho oliylarining qaytishiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lsa, ortiq tushuntirib o'ltirmay, mushi xanjar bilan kollasini olsizlar. Podshoh oliylarini qancha tez qaytirib kelasizlar, shuncha yaxshi. Navodi saltan qaytib kelsizlar, bu xanjar o'zlarining bo'g'izlariga sanjiladi. Ajrlarining mukofoti ziyoda bo'ladi. Qarab turmay darhol ushsizlar. Bosh ustiga. Xo'ja Muhammad darzi saroydan ushqandek chiqib ketdi. Eson Davlat xonimning bu qadar kaskinligiga qoyil bo'lgan cho'ng kichik amirlar ichida barakalloh etishdi. Paqdil, rostchil, sadoqatman kishilarning mayli podshohlarga, mayli qurdoshlariga, mayli avom chakarlarga bo'lgan mehr muhabbati, vafodorligi, samimiyati oldida yoki kaynida bo'lsin bir xildir. Dedi Xonish Eson Davlat xonim saroyning jimjitligini buzib. Yolg'on so'z va fitna fasod shu kishining izzat obro'yini to'kidi. Babur Mirza bilan Jahongir Mirzaning har ikkilisi marhum jannat makon Umar Sayx Mirza oliylarining bir jup qanoti, jigar parisi. Ularning bu saltanatga haq-huquqlari o'xshash. Ammo har ishning beshi bo'g'inidek farzandning cho'ng kichigi bo'ladi. Chunki Janobi Allohning qudrati ularning farqini oshundoq belgilagan. Mayli jahon sultonlarining bahodiri Tug'luq Temirxon oliylarining, mayli sohib Qiron Amir Temur oliylarining zamonasida bo'lsin, otasining toji taxtiga cho'ng o'g'li posibonlik qilish azaliy udumdir. Shu sababdan Babur podshoh oliylarining oti taxtiga varislik qilib saltanatga posibon bo'lishi barhaqdir. Bir qism amirlarning bu saltanat yo'sunini bilib turib, Jahongir Mirzani taxt sohibi qilish xiyolida bo'lishi to'limi bema'nilikdir. Bu ish og'i inlarning qarindoshlik mehriga dog' tushirib, dushmanlashishga, oxirida al-yurtni yog'i bolasiga mubtalo qilib, saltanatni xaroblashga ep boradi. Bu degan o'limga loyiq eg'ir gunoh. G'ayvatxo'r, fitna fasodchilar top yeydigan qurutlarga o'xshaydi. Har kim o'zida odimiylik salohiyat borligiga ishonch qila olsa, ul qurutlarga o'xshash top yeyishdan hazar aylimiki zarur. Buningdan burun bo'lingan fitna fasodlarga salovat. Hozirdan boshlab kimki til zaboniga ega bo'lmay fitna fasod tarqitadi ekan, bu fitna fasodlarni anglaydi ekan ham to'shiydi ekan, undaqlarning til, quloq, putlari kesiladi, hatto kallasi ilinadi. Yo'q aholini ko'ptirib lashkar va avomni tashvish sog'chilarmi o'xshashli yasoqqa tortiladi. Buzrukvorimiz donodur, taxt saltanat uchun jinimiz fido, dedi amirlar. Podshoh oliylar qaytib ketmoqcha lashkar va avomni safarbar qilib sepilning mudofiasini mustahkamlanglar. Qurol yarog'lar, tosh ko'tak, yo o'qlari hamda oziq-to'liklar zapas bo'lsin. U oldida qo'l bog'lab turgan amirbaglarga bir-birlab vazifa topshirdi. Buzrukvorimiz birdam orom elib olamdikin. Ehtiyot bilan so'radi Xo'ja Abdulloh qozi. Yo'q, men mush yerda o'ltirib Babur podshohni saqlayman, dedi Eson Davlat xonim. Oqs tarafdan xabar bormi? Jannat makon on hazratimning muborak meyiti dafn qilinib bo'pti. Xonish Qutlug' Nigor xonim o'ltirib islomni bir qur tugitib bo'lgandan keyin Andijonga yetib kelgidek. Balkim atog'incha yo'lga chiqib qolar. Eson Davlat xonim rozimanlik bilan beshini lang'ishdi. Oqsiga darhol chaparman mang'uslar. Xonish Qutlug' Nigor xonimni bu taraf ishlardan xabardor qilib qo'yaylik. Ma'lumotga Babur podshohning Sherinbekka agishib Olotog' tarafga ketganini yozmışsizlar. O'g'ildan andish qilib qoladi. Xo'sh, dedi Xo'ja Abdulloh qozi.
İftarga yana xeyli vaqt bar edi. Rozning ta'siridanmi yoki bayotinqi jiddiychiliklarning sababidanmi aytavr Eson Davlatxonim og'rig'in ko'rinadi. Lavlar qurib gaz bog'lab ketgan edi. Shundaqdimi og'rig'inlikni chandırmaslik uchun ruhliq o'ltirishga tirishadi. Shaharga jakochi chiqarsizlar. Avomning ko'nglini amin topqizish zarur. Farmon bardorman. Xo'ja Abdulla qozi salom bajo qilib saroydan chiqib ketdi. Yolg'iz qolgan Eson Davlatxonim saroyga maqsadsiz nazar tashladi. Ömer Shayx Mirzo poytaxtni oqsig'i ko'chirib ketganda saroyning xeyli ko'p bezaklarini ep ketgachkimi, saroyning ilgirki hashamati o'chib, cho'ldarib qolgan edi. Xo'ja Abdulla qozi bilan Qosimbek Qovjin qatorliq amirlar Boburni taxtga o'ltirg'izish uchun ancha-muncha jabdutib tuzashtirgizib baqdi. Shundaqdimi Eson Davlatxonimning ko'ziga yanada oddiy, hashamatsiz ko'rindi. Farg'ona saltanati o'z qarindoshlarining qo'lida xaroblashib ketar. Navram Boburjonning taxti mustahkam bo'ladimi? Yo'q. Samarqand podshohi bo'lmish kuyovlim Sulton Ahmad Mirzoga hukmimni o'tkazolmasammi? O'g'lim Sulton Mahmudxonni gapimga kirgizmay qo'ymayman. Uning jiyanining taxt saltanatini tortib olishiga hargiz yo'l qo'ymayman. Jannat makon murabbim Sulton Yunusxon oliylarining kutgan orzusi, yegan ormini bundoq emas edi. Sulton Mahmudxonga malk avataymi yoki oldiga o'zim boraymi? Avval Boburjon qaytib kelsin. Uni taxtga o'ltirg'izib bo'lib, ondan bu ishlarning g'amini yey. Saroyga oldirab kirgan Hudaychibek Eson Davlatxonimning xiyolini uzib qo'ydi. Buzruk xonish oliylariga ma'lum bo'lg'ay. Buzruk xonish Shohbegim oliylari kelib etibdi. Eson Davlatxonimning vujudiga gurrida bir illiqlik taridi. Ko'nglini qoplab olgan g'ashlik tumanlari tarqab ketgandek bo'ldi. Shohbegim Atiyozdan Toshkentga ketgan edi. Uning bilan yaqindan beri faqatla xabarlashaolmagan edi. Nadira kelib etibdi. Oldirab so'radi Eson Davlatxonim. Oldin xabar berish uchun avatgan chaparmanlarning ma'lumotidan qaraganda iftorga ulgurib yetib keldigan o'xshaydi. Bekavulbekka farmonimni yetkaz. Iftorlik mo'l bo'lsin. Barliq amirlarning og'chilari Shohbegimning istiqboliga chiqqay. Hudaychibek farmonni yetkazish uchun oldirab chiqib ketdi. Qudratli ega. Niyat maqsadlarimiz o'ng'i topgan o'xshaydi. Shohbegim kelsa, Sulton Mahmudxonni tizginlamak texmi osonlashadi. Shohbegimning xabarini olgan Eson Davlatxonim xushalligining asosi bor edi. Garchi har ikkilisi marhum Sulton Yunusxonning xonishlari kundoshlardan bo'lsa-mu, lekin burundan tortib bir qo'saq ojizmillardek aniq o'tgan edi. Har ikkilisining tuqqan bolalarining bir-biriga o'g'yi yo'q edi. Mayli xonzoda maliklarni o'ylash, taloliq qilish ishlarida, mayli saltanat ishlarida bo'lsin, o'zaro maslahatlashib, bir-biriga yo'l qo'yishib qaror chiqarishadi. Eson Davlatxonim biror qitimmo cho'ng xonishlik kibrini ko'rsatib, Shohbegimni ranjitmagan, Shohbegimmo uni o'z ojizdek ko'rib, hurmatini qilib kelgan edi. Qasrlarning bezilishidan tortib, keneza xizmatkorlarining sonimi o'xshash edi. Sulton Yunusxon qazo qilib ketgandan keyin ular bir qasrda bir hujrada turadigan bo'lib elishgan edi. Ta bu yil Atiyozgacha bir-biridan uzoqroq ayrilib baxmagan edi. Garchi Eson Davlatxonimga o'g'il farzand tug'ish nasib bo'lmagan bo'lsa-mu, Shohbegimdan tug'ilgan ikki xonzodani o'z o'g'lidek ko'rib baqqan edi. Ikki xonzoda xeyli yillargacha o'zlarini qaysi xonish onasining tuqqanligini bilolmay cho'ng bo'lgan edi. Shu sababli dadasi Sulton Yunusxonning xonlik taxtida o'ltirgan Sulton Mahmudxon Eson Davlatxonimni xuddi o'z onasi Shohbegimni azizlagandek azizlaydi, hurmatlaydi. Balkim onasi Shohbegimdan bakrak Eson Davlatxonimdan tap-tapatdi. Shu topda Shohbegimning xabarini anglab boshqadan ruhlangan Eson Davlatxonim Bang'voz Sulton Mahmudxonni qanday qilib niyatidan yondirish haqida bosh qatirishga kirishdi.